Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahar 5-mikrorayon Arbitoldagi 6 qavatli elitniy liftli uyni 3-qavatdan 3 xonali uyni ko'rib o'tamiz. Fayzli xonadonimizni to'liq obzorini boshlaymiz. Eshikdan kirish qismi uzungina koridorimiz. Bu tomonda siz prixoj qilishingiz mumkin. Proyektni tushuntirib o'taman. Birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz, to'g'rimizda mehmonxona, oshxonamiz hamda sanusi xonalar alohida uyni birinchi xonadan ko'rishni boshlaymiz. Birinchi xonani siz yotoqxona sifatida ishlatishingiz mumkin. Mo'yshi abo'y qilingan, abo'ylarga moslashtirib, pardalar ham ilingan, oyoqdagi to'liq laminatlangan hamda chiroyli qandillar ham o'rnatilgan. Ushbu kvartirada hali hech kim yashamagan. Ikkinchi xonamiz, bu yerni siz bolajonlar yotoqxonasi sifatida ishlatishingiz mumkin. 2 qavatli akvaplast deraza romlari o'rnatilgan. Endilikda mehmonxonamizni ko'rib o'tamiz. Mehmonxonamizda naqd 3 ta deraza mavjud. Akvaplast derazalari, chiroyli qandillar ilingan hamda pardalar qilingan. Bu yerda yumshoq mebel qo'yilgan hamda jurnalli stollik. Bu tomonda high-tech stilda TV zona qilingan hamda kattagina televizorimiz mavjud. Bu sensor bilan ishlaydi. Ko'rishingiz mumkin. Ranglari almashib turadi. Endilikda oshxonamizni ko'rib o'tamiz. Oshxonamiz to'liq oshxona mebellar bilan jihozlangan bo'lib, bu yerda gaz plitasi, vытяжка, rakvina, muzlatgich barchasi mavjud. Bu tomonda siz bemalol o'tirib ovqatlanish uchun joy ham qilishingiz mumkin. Uyimiz 75 kvadrat metrni tashkil qiladi. Yuvinish xonasi tepadan pastgacha kafeltalgan, vanna, rakvina, unitaz barchasi mavjud. Bu yerda kir yuvish mashinkasi qo'yilgan. Hojatxonamiz bu yerda unitaz hamda rakvina bor, ariston ham o'rnatib qo'yilgan. Manzilni eslatib o'taman. Buxoro shahar 5-mikrorayon Arbitoldagi 6 qavatli g'ishtli uyning 3-qavatda joylashgan. Ushbu domimizda lift ham mavjud. 75 kvadrat metrni tashkil qilgan holda barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Agar sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarda qo'ng'iroq